2 barobar kamroq xarajat bilan 5 barobar yaxshi natija. Qurilish loyihalarimizdan birida sotuv ko'rsatkichini avvalgiga nisbatan 5 barobarga yaxshiladik. Xarajatlar esa 2 barobarga kamaytirildi. Bitta uy sotish narxi 5 barobarga arzonlashtirildi. Buni qanday qilganimni ushbu videoda sizga aytib bermoqchiman. Keling avvalambor loyiha bilan tanishib chiqamiz. Bu loyihamiz X Building, shartnomaga asosan nomlarini ochiqlolmaymiz. Toshkentda yangi uylar qurib sotish bilan shug'ullanishadi. Bu loyihamizda aniqda o'tgan may oyida $14,000 pul sarflanib, 11 ta xonadon sotishgan. Lidlar ko'p kompaniya talablariga to'g'ri kelmagan va segmentatsiya bo'lmagan. Sotuv bo'limidagilar tilida aytganda sifatsiz. Ya'ni tushgan ko'p lidlar kichik bosh to'lovga, oylik to'lovi kamroq taklif xohlaydi. Lekin kompaniya maqsadi iloji boricha 100% to'lovga, minimum 150 million bosh to'lov qila oladigan mijozlarga sotishga qaratilgan. Natijani yaxshilash uchun biz qilgan eng birinchi ishlardan biri bu segmentatsiya bo'ldi. Ya'ni uy olishi mumkin bo'lgan gidro auditoriya qaysi? Bular ijarada turadigan yosh oilalar, investorlar asosiy qilib tanlab olingan. Undan keyin esa viloyatdan ko'chib kelmoqchi bo'lganlar ham kamroq budjetda. Aytaylik, investorlar bizda bor narsa, kimdir ortiqcha puli bo'lsa, uy olib qo'yadi. Sababi necha yildirki uy narxi borgan sari o'sib boryapti. Shu sababli ham pulni band qilib qo'yishning eng ishonchli va xavfsiz yo'li bu ko'chmas mulk deb bilishadi. Investorlar uchun pulning qanchaga ko'payishi, oladigan foydasi haqida aytib o'tilgan video kreativlar ishlab chiqilgan. Lokatsiya, joylashuvi, olgandan keyin narxlar qanchaga o'sadi, shu kabi foydalari tushuntirib o'tilgan. Ikkinchisi, yosh oilalar uchun ham alohida taklif asosida video kreativlar olib chiqilgan. Bosh to'lov ko'proq bo'lsa ham kompaniyada bo'lib to'lash imkoniyati mavjud. Shu taklif ularga tushunarliroq qilib olib chiqilgan. Bu yerda endi joylashuvning qulayligi, maktab, bog'cha, supermarketlarning yaqinligi haqida, topshirish muddatining yaqinligi, 80% qurilish bitganligi, oldingi proyektlarning vaqtida topshirilganligi, mijozlardan odzivlar ko'rsatilgan. Uchinchisi, viloyatdan turib uy olishni maqsad qilganlar. Buni ham aslida investorlar qatorida olsak bo'lar edi, lekin bu yerda geografik farq bo'lgani uchun alohida qilib olingan. Sababi Toshkentdagi va viloyatdagi uylar narxida farq bor va albatta shu qatorda lidlar sifatida ham farq bor. Va undan tashqari, viloyatdan turib korobka uy olib, yana uni remontiga bosh qotirib, deb kelib ketaverish muammosini xalos qilgan holda kompaniyadagi podключ uylar ularga ko'rsatilgan. Ya'ni $23,000 ga podключ qilib topshiriladigan bir xonalik uylar mavjud edi. Bu narx viloyat narxlari bilan почти bir xil, lekin qo'shimchasiga yana remontli qilib topshiriladi. Texnik segmentatsiyada ham 25-55 yosh olganmiz. Reklama yoqilayotganda bu yana alohida guruhlarga bo'lingan. Ya'ni 25-35, 36-45, 46-55 qilib. Undan tashqari erkaklar uchun alohida, ayollar uchun alohida guruh qilib, EBOda kichik budjet bilan test qilib yoqib ko'rib boshlab, yaxshi ishlaganlarning budjeti yana oshirilgan. Bu yerda asosiy taklif sotsam bo'ldi degan teoriyaga qaratilmagan, ya'ni minimalli kam oylik to'lovga, bosh to'lovlarsiz 5 yil, 10 yilga bo'lib to'lashga qilib beramiz, uy olsangiz Malibu Premier sovg'a qilamiz degan ultramax taklif bo'lmagan. Ochig'i bunaqa taklif qurilish bozorida yo'q emas. Sababi bosh to'lovsiz, oylik to'lov kamroq bo'lgan, uzoqroq muddatda beradigan, maishiy texnikasi bilan yoki qanaqadir mashina sovg'a qilish taklifi bilan chiqayotgan qurilish kompaniyalari bor va buni men yomon demoqchi emasman. Men aytmoqchi bo'lgan narsa, bu yerda segment boshqa bo'lgan. Har bir taklif kompaniya talablari va imkoniyatlaridan kelib chiqib tuzilgan albatta. Qisqacha shu edi va bu iyun oyi ko'rsatkichlari hozir mana o'sha oktyabr oyiga ketayotgan bo'lsa, natijalar oydan oyga yaxshilanib bormoqda. Videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, sizga bitta maxsus taklif bermoqchiman. Uni video opsiyasiga yozib qoldirdim. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni, obuna bo'lishni unutmang. Ko'rganda ko'rishguncha.